Hozir men sizlarga 3 tagina asosiy sabab aytib o'taman, shu do'konimizga kelishingizga sabab bo'ladigan. Birinchi sanab o'tadigan sabablari mana shu original hamma yaxshi ko'radigan yaponskiy bisirimizni 250 xil rangini olib kelib qo'yganmiz. O'zingizga kerakli ranglarni bemalol topsangiz bo'ladi. Narxlari ham hamyonbop 55 ming so'mdan bemalol o'zingizga kerak bo'ladigan rangni topsangiz bo'ladi. Chunki mana qizil o'zini ko'rib turganlarda necha xil rangi bor. Ikkinchi sanab o'tadigan sabablarimdan bilasizlar, yaponskiy bisir olganinglardan keyin mana shu ko'pchilik yaponskiy piston deydigan pistonni assortimentini so'raysizlar. Mana shuni 2 xildan shu rangini olib kelib qo'yganmiz. Hamilon deysizlarmi, adnotoniy deysizlarmi, hamma rangi bor. Uni oddiy pistonlardan afzallik tomoni bu dazmol qilganinglarda o'zini tusini yo'qotmaydi. Undan tashqari yuvganinglarda ham rangi o'chib ketmaydi, xudo xolasa. Narxlar keladigan bo'lsa 30 ming so'mdan. Talab keladigan bo'lsa, mana ko'rib turganinglardek xustalli eng zo'r assortimenti, o'zingizga kerak bo'ladigan zo'r shakllarni, zo'r ranglarni mana shundan topsangiz bo'ladi. Eng muhimi dona ham beramiz. Hamyonbop narxlarda. Bizdan xustal olib yurganlar bilishadi. Eng zo'r noodatiy shakllarni biz olib kelib sizlarga obzor qilishda davom etamiz. Bu do'konda ham hamma assortimentimizni birlashtirib ilib qo'yganmiz. O'zingizga kerak bo'ladiganni bemalol topsangiz bo'ladi. Rangdan muammo yo'q, shakldan muammo yo'q. Bemalol kelsangiz bo'ladi. Yo, bu sabablar bizga yetarli emas deydiganlarga mana bu общий obzor ko'rsatib ketaman. Tosh tikiladigan tosh, yopishtiriladigan tosh, so'mka aksessuarlar, tikuvchilik uchun kerak bo'ladigan instrumentlar hammasini xudo xolisa topasizlar. Undan tashqari yaqinda zo'r assortiment narsalarimiz kelyapti. Profilga o'tib kuzatib tursanglar, ularning hammasini kelganini obzor qilib beramiz inshaalloh.